Zo'r savol berdingiz. Tizimlashtirish bo'yicha birovlarga yordam berishdan oldin hamma o'zini hurmat qiladigan odam o'zingda tizimlashganmi deydi, agar biznesingiz bo'lsa. Nega unaqa deyapman? Chunki biznesi yo'q, lekin zo'r coachlik qiladigan ustozlarimiz ko'p. Hozir men o'zim ham kirib kelib shu sohaga tushunyapmanki, 24 soatingizni olar ekan o'sha konsaltingga. Va bu konsaltingga asosiy asos bu IP School bo'lgan, ya'ni o'quv markaz. Va boshini o'zidayoq biz xayol qilganmiz, buni tizimlashtiramiz deganmiz, B2B qilamiz, ya'ni strategiya shunaqa bo'lgan. Va tizimlashtirish bo'yicha biz har kuni yengillik qilib boramiz. Tizimlashgan, lekin hech nima mukammal bo'lmaganda, biz ham bo'ldi, mukammal bo'ldi, endi mazza qilib boshqa ish qilaman deyish niyatimiz yo'q. Yanada o'sha ta'lim biznesida yurgan biznes rahbarlari uchun, chunki bilmaymiz, bizda bo'lmagan muammo ularda bo'lib qolishi mumkin. Biz bu yo'ni xuddi laboratoriyada his qilamiz va ularning muammolarini bu yoqqa olib kelib o'zimizda ko'rib, tizim yaratamiz. Shuning uchun bemalol aytish mumkin, ha, tizimli, ya'ni hozir buni kimdir boshqa odam sotib olsa ham mazza qilib ishlatadi, chunki tizimga qo'yilgan. Lekin bu laboratoriya deb aytamiz, IP School o'sha aytganimdek qiyin mavzular yoki boshqalarda bo'layotgan muammolar bizda hal bo'lganmi yoki bo'lishi bo'lsa biz nima qilgan bo'lardik. Shu bilan ularga yechim topamiz.